Assalomu alaykum, birinchi tikin mashinasi obunachilari. Bugungi videorolikimiz Bayo GT282 D4 haqida bo'ladi. Ya'ni bu mashina qulayliklari, qanday funksiyalarga ega ekanligi haqida bir qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu tikuv mashinamizning farqi oddiy tikuv mashinasiga qaraganda naqdamizni kirib beradi, lapkanamizni ko'taradi, avtomat kiribkani o'zi beradi. Ya'ni oddiy bir pedal evaziga orqaga bir bosganda lapkani o'zi ko'taradi, tovaringizni qo'yib, to'g'ri pedal bosgandan avtomat o'zi kiribkani berib boshlaydi. Kiribkani berib bo'lgandan keyin materialni naqdini kelgandan keyin orqa tarafga bir bossa o'zi naqdini kirib, lapkani ham ko'tarib, kiribkani ham qilib beradi. Bir vaqtning o'zida. Bu mashinamizni qulaylikka avtomat o'zi kiribga beradi dedik. Oldin tikuv mashinada tikkan vaqtida yandan kiribga beriladi. Hozir endi tikkan vaqtida oddiy knopkadan kiribga bersak ham bo'laveradi. Va bir kiribga, ikki kiribga beradigan funksiyalar ham bor. Hozir ko'rib qo'yganingizdek, yana tikkan vaqtida tovarni orqasiga kelganda ikki marta kiribga beradi. Bu ya'ni tikkani so'tilib ketmasligi uchun yaxshi yordam bo'ladi. Va qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, lapkani o'zi ko'tarishi, ya'ni naqdni qirqib o'chirib qo'yishlari, ishqilib shunday funksiyalari bor. Zbros berishi, bu zbros knopkasi bossangiz, avvalgi o'zini holatini keladi. Yan tarafda lampishkasini jalarak, sal astarrak, dimasini ushbu rejimda tuzib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Aziz obunachilar, bugungi videomiz Bayo GT282 haqida bo'ldi. Videomiz yoqdi deb umiddamiz. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, oldin bu mashinalarimiz 6.400, 6.500 ming so'm narxda sotilgan. Endilikda mashinamizni 5.800 ming so'mga sotib olishingiz mumkin. Va aksiya sifatida bir dona kursisi, bir dona qaychisi va bir dona dazmolni qo'shib beriladi. Mashinalarimizga 3 yildan garantiya beriladi. Servis xizmatlari ko'rsatiladi. Xorazm bo'ylab ustanobga dastlabki xizmatlar ham bor. Har qanday savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy yozib qoldiringlar. Pastda telefon nomerlaringizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqaveringlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.